Hurmatli aziz tomoshabinlarimiz, sayilimiz ishtirokchilari. Mana hali aytib o'tganimizdek, bu yil prezidentimiz farmonlariga binoan 1997-yil inson manfaatlari yillari. Shuning uchun shahrimiz hokimlarining farmoyishlariga binoan Qo'qonning dilovor oqshomlari badiiy dam olish sayillarining 19-kuni. Hokimimizning tuhfalari, hali aytganimizdek syurprizlari degandek juda ko'plab san'at yulduzlari, davlat arboblari, san'at arboblari mana bugungi sayllarimizga kelishyapti. Mana shunday aziz mehmonlarimizdan o'zbek xalqimizning sevimli aktyori, Bobur qiyofasining ajoyib bir timsoli bo'lib qolgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirining o'rinbosari, sevimli aktyorimiz Muhammadali aka Abduqunduzov davramizdalar. Marhamat, Muhammadali aka. Muhammadali akam, Hojiqul akamning takliflariga binoan bugun tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum aziz qo'qonliklar. Men butun madaniyat ahli nomidan Qo'qonda Latif aholisini, ajoyib san'at muxlislarini muborakbod etish sharafiga muyassar bo'lganimdan xursandman. Bundan 510 yil oldin buyuk bobo kalonimiz Bobur Mirzo hazratlari har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir deganlar. Mana shu udumlarga amal qilgan Qo'qon shahrining rahbariyati, xususan hokimimiz Ma'lum qilaka mana shu siz aziz do'stlarimizni mana shu yerga tashrif buyurib, mana bu yerda chiroyli bir bayramlar o'tkazishni tashkil etgan ekanlar. Bu mustaqillik bayrami arafasida sizlarga qilingan juda katta tuhfa deb bilaman. Kuni kecha biz Toshkent shahrida mamlakatimiz bo'ylab o'tgan O'zbekiston qo'shiq bayramini yakunladik. Mana shu Qo'qon shahridan, Farg'ona viloyatidan, respublikamizning barcha joylaridan tashrif buyurgan san'atkorlar o'z san'atlarini namoyish etdilar. Hojiqul akam keyingi paytlarda mana shu Qo'qon shahrida o'tkazilayotgan katta bayramlar, mana bugun Hamza teatrida sahnalashtirilgan Qo'qonning 12-Dorbozasi nomli katta tarixiy spektakl ham, mana bugun Nasibaxon Abdullayevani tashrif buyurishi, shahringizga butun madaniyat va san'at arboblarini tashkil buyurishi sizlarga ko'rsatilgan juda katta izzat va hurmatdir. Men ham sizlarni mana shunday ajoyib bayramlaringizga qo'shilgan holda yaqinlashib kelayotgan bayram bilan muborakbod etib, bugun sizlarga mana shunday ajoyib tuhfani tayyorlagan mana shu tabarruk insonlarni sizni oldingizga olib kelib, shu yerda sahnaga chiqish sharafiga muyassar etgan Hojiqul aka Mavlonqulovni hamda butun viloyat rahbarlarini hammasiga rahmat aytib, sizlar uchun bitta Bobur Mirzo haqida she'r o'qib bermoqchiman. Bobur Mirzo hazratlari o'z farzandlariga jon fido qilgan buyuk zot ekanliklarini yaxshi bilasiz. O'shanda Bobur Mirzodan Humoyun Mirzoni shifo topishlari uchun dunyodagi eng qimmatbaho Ko'hinur olmosini Hazrati Ali mozoriga tasadduq qilishlarini so'raydilar. Shunda Bobur Mirzo Humoyun Mirzoni shifo topishlari uchun dunyodagi barcha olmoslardan ham qimmatliroq bir narsani qurbon qilmoqchiman. Lekin bu narsani siz u menga o'xshagan bandalari emas, agar lozim bo'lsa Parvardigorni o'zi olsin deydilar. Jonim bilan jigarimga payvand farzandim, sening betoqatligingga men toqat keltiray. Sening bu og'ir dardingni Parvardigor sendan olsin u menga bersin. Bobur Mirzo shu so'zlarni aytib o'g'lining bosh tomoniga o'tadi. Qaltiragan qo'llari bilan Humoyun Mirzoni boshlarini mahkam ushlaydilar. Men seni dardingni olay, Parvardigor mening jonimni olsin deydilar. O'z umrin tark etib Hind sori yuzlangan, bahori bemavrid so'nib kuzlangan, keshlardan ajralib rosa ezilgan o'shal Bobur men shohlik qolgan ekan bobomdan meros. Ne qilsam qildimki Temuriyga xos, qo'lida o'ynatgan qilich qalam soz. O'shal Bobur men bir tilim qovunga tashna jon bergan, vatan havosiga ko'ksini kergan, musofir yurtlarda rizqini tergan
o'shal Bobur men tole yo'qi jonimga balolig bo'ldi. Har ishniki ayladim xatolig bo'ldi. O'z yerni qo'yib Hind sori yuzlandim. Yo Rab, netayin ne yuz qarolig bo'ldi. Meni qo'qonliklarga bittaga tilagim sizlarning katta hayot yo'llaringizda hamisha buyuk bobolarimiz Amir Umarxon hazratlarini, Nodira begimni, Xudoyorxonni, Bobur Mirzo hazratlarini tabarruk ruhlari yor bo'lsin. Sizlarni hamisha yaxshilikka, ezgulikka chorlasin. Qo'qonliklarni hech qachon o'chmasin chiroqlari, kulsin, porlasin yulduzlari. Agar chinor bo'lsa 1000 yillar yashassin, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ingiz deyman. Sog' bo'linglar, rahmat. Muhammad aka salomat bo'ling. Ko'p yillar mana shu o'zbek san'atini butun dunyoga taratib yuring. Hurmatli azizlar,